Ko'pchilikning xatosi hammomni ichiga ariston qo'yish. Nima sababdanligini bilishdan xohlasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Qadrdonlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Bugun hammomga ko'p odamlarni ko'rgan bo'lsanglar, hammomni ichiga xo'sh, ariston qo'yadi. Ariston bilasizlar, ichi to'lib ketsa, burun bo'lib portlab ketishi ehtimoli ko'proq. Shuning uchun sizlarga foydali video bo'lsin deb bugun foydali video qilyapman. Mana ko'rib turibsizlar. Ariston yo'q bu yerda hammomda. Endi tepadan ko'rsataman hozir. Tomga ham chiqib oldim. Xo'sh. Mana ariston qayerga qo'yilgan. Hozir ichganini ko'rsatdim. Mana ko'rib turibsizlar aristonni o'rnatilgan joyini. Безопасный. Aylanganini ko'ryapsizlar, cho'tga bo'lgan. Nastroykalarni ham cho'tga bo'lgan. Mana ishlab turibdi. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Aristonni tomga o'rnatgan yaxshimi yoki ichkariga o'rnatgan yaxshimi? Kommentariyada, izohlarda o'z fikringlarni qoldirasizlar. Albatta bir dona like bosib qo'yasiz. Sizlar uchun albatta foydali video bo'ladi. Meni fikrim, albatta aristonni tepaga o'rnatgan yaxshi, безопасный bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Shu yerdan montaj bo'lib, mana montaj bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Mana pastga kirib ketgan. Video foydali bo'lgan bo'lsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.